Assalomu alaykum, yana bir bor Credo servisi obunachilari. Mana bugun servisimizga iPhone 11 Pro modeli kelgan. Buni kasali UH dinamik ishlamay qolgan. Buni to'g'riladik UH dinamikini. Eshitib ko'rishinglar bo'ladi. UH dinamiklari to'g'rilandi. Buni kelgan yana bitta kasali. Akkumulyator yo'nkisi 71 ga tushib qolgan mana. Buni hozir almashtiramiz, xudo xolasa. Shlefi lekin o'ziniki qoladi, bez ashibga bo'ladi telefon. 71 yo'nkisida qoladi, lekin banka almashtirganimizga bu 100 yo'nkisida ishlab beradi. Bu yo'nkisi 100 ga, misol uchun 90 ga ko'tarsa bo'ladi, uni ham variantlari bor. Lekin bu eng qizig'i o'zimni adamlarning telefonlari bo'lgani uchun unaqa ish qilmaymiz. O'zini 71 yo'nkisida qoladi, lekin yangi batareya qo'yilgani sababli 100 yo'nkisida batareya ishlab beradi, lekin bu yoqda 71 ko'rsatib turadi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, Apple Credo servisiga murojaat qilsanglar bo'ladi. Qo'ldan kelgancha inshaalloh ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Ko'rishguncha.